Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı görüşünlərlə qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2025-ci il 5 yanvar yekşənbə. Hər yekşənbə günü etdigəndə bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub kilvatımız. Qınundaqda aldı bilən bu həftəlik xəbərlərimizdən mavzularına köz yürütüb ötəyli. İrqi qırğınçılıqdan baş icraçılardan biri bolğan Çin Mingo'nun əməli östürüldü. Uyğur komandan Suriye'de diviziya generallıqığı təyinləndi. Xitay Xotan vilayetinde yenidən 2 nahiyə təsis qıldı. Sakarya Üniversitesi'de Şərq Türkistan temisideki yığının əməldən qaldırılışıға qarşı namayışı ötküzüldü. Şərq Türkistan Ölümalar Birliği'nin 11. qatımlıq şura yığını muvaffaqiyətlik axırlaşdı. Şərq Türkistan təşkilatları rəhbərləri İstanbul'da cəm oldu. Və Türkiye parlamentində Xitayının irqi qırğınçılığı gün tərtibə gəldi. Mavzuluq xəbərlərimiz oldu. Qınımlıqda birinci xəbərdən başlayıb görüb ötəyli. İrqi qırğınçılıqdan baş icraçılardan biri bolğan Çin Mingo'nun əməli östürüldü. Qadirli görürmənlərimiz, əlbəttə Xitay təcavüzçiləri vətənimizdə kim ən vəhşi cəllatlıq qılğan bolsa, bu xalqını bastırışda ən köp xizmət göstərən bolsa, özünün Xitaylarından mana şunda hər xil onun əməlini östürüb kilvatqanlığını bilimiz. Amma Uyğurlar bolsa, qorxaq əməldarlar bolsa bir məzgil itdək xizmət qıldı Xitay kommunistlərə, axırda bir şəkildə caylab kilvatqanlığını ham görüb kilvatımız. Bu 2000 şu Xitaydan Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayətinin baş icraçılarından biri bolğan və bu səbəblik 2021-ci ili, yəni Çin Mingo degan Xitay Avropa İttifaqının cəza tizimininə kirgizilgan Çin Mingo atalmış Uyğur Abdunuraylıq Partiya Komitetinin muavin sekretarlığına təyinləngan. Yəni hazırki maşınlığının muavini oldu degan gepdə. Xitay Xalq Toru'da berildi bu xəbər 27 dekabr Ürümçidə atalmış şu terrorluğa qarşı duruş təşviqat və tərbiyə fəaliyyəti ötküzülgən olub. Şu fəaliyyətdə Çin Mingo atalmış Uyğur Abdunuraylıq Partiya Komitetinin muavini sekretari deyə tunuşdurulğan. Xitayның başqa xəbər torbətlərimi bunu alayida xəbər qılğan bu Xitayның östürülgənligini. Xitayның Şərq Türkistandakı asaslıq həmmizə məlum bolğandək Uyğurlar və başqa şu yerdə yaşayatqan Qazaq, Qırğız qatarlıq bu Türkiyə xalqlarına qaratqan irqi qırğınçılıq cinayətinin ki baş icraçılardan biri deyə rol oynağanlığı köpləb xəbər qılınğan və 2021-ci ildən 2024-cü ilə 2-ci aygacha bu Çin Mingo degan Xitay atalmış Uyğur Abdunuraylıq hökumətinin muavin rəisi və CX nazarətinin naziri qatarlıq vəzifələrə qoyulğan bu Xitay. Bu yıl 2-ci ayda atılmış Uyğur Abdunuraylıq Partiya Komiteti daimi heyət əzası olub təyinləngan. Növbətdə bolsa vəzifəsi texamı östürülüb, yuxarıda dediyimdək Maşinluyinin ki muavini bulup aldığımız günlərdə bəlkə Maşinluyinin ornuğu dəstəkləyən şəkildə hazırlıq, tayarlıq qılınıyatqanda həm də o Xitay üçün. Şunun üçün bu qolu Uyğurlarının qeyni bilən boyalğan Xitay deyə Çin Mingo şunda tunuldu və 2021-ci il Avropa İttifaqı tərəfindən Uyğurlarını bastırışda mühim rol oynaş cinayəti bilən ayıblanıb cəza tizimininə kirgizilgən təminatlara məlum bolğandək. Aldınqı ayda bolsa Xitay atalmış Uyğur Abdunuraylıq Cəmiyyət Xəvfsizlik Nazarətinin naziri Pənşini atalmış Uyğur Abdunuraylıq hökumətinin muavin rəis qılıb təyinləb qorxaq əməldar Mərdan Muqitnin ornuğa qoyğan idi. Əlbəttə, yuqorda deganimizdək qadirli görürmənlərimiz Xitay şu Şərq Türkistandakı barlıq cinayətlərini, irqi qırğınçılıq cinayətini icra qilishda intayın mühim rol oynağan, həm də CX nazarətinin nazirlik vəzifəsini ötəyən Xitay əməldarlarını arqa-arqadan östürüşü vətənimizdə hazır ən şiddətli şəkildə icra qılınıyatqan bu irqi qırğınçılıqның texamı qatlıq davam qıldığanlığından, davam qılındığanlığının bir şəbisi də qaralmaqda. Əlbəttə, təcavüzçülərin bu məqsədiyə yetkizməsligini ümid qılımız, yetənməsligini həm. Xoş, yeni bir xəbərimiz gəlsək, Uyğur komandan Suriye'de diviziya generallığına
tayinlendi. Qadrli ko'rmanlarimiz, albatta bu xabarmi bu haftadagi eng muhim xabarlarning biri. Nurg'un dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizni xushallantirgan bir xabar. Suriyada albatta mushunchalar uzun yillik qon yoshlardan keyin yiqitilgan bergan qurbonlikning haddi hisobi yo'q. Butun dunyoda Suriya masalasini har kundagidek anglab keldik. Eng oxiri Suriya xalqi bu Bashar Asad hakimiyetidan qutulib bugun mana erkinligiga hör bir nefes elish muhitiga erishdi hamda. Bu munosabat bilan albatta Suriyada harakat qilayotgan Sharq Turkiston, ya'ni Turkiston Islom partiyasi Sham sho'basining harbiy qo'mondoni Abdulaziz Davud Suriya Davlat Mudofaa Ministrligining 133-diviziya generali bo'lib tayinlandi. Undan boshqa yana Uyg'urlarimizdan Abdusalom Yasin Ahmad va Mavlon Tursun Abdusamad polkovnik unvoniga erishdi. Bu albatta hozirgi shu vaqtlik hukumatninki Ahmad Usharninki boshchiligida imzosi qo'yilgan shu barliq harbiy amaldorlarni yangidan tayinlash buyrug'i bilan Uyg'urlarimizning bu 3 nafar kishi yuqori darajada vazifaga tayinlangan bo'ldi. Albatta bu butun dunyodagi har xil axborotlarda kun tartibga keldi bu masala. General Zahid ki kelsak 1977-yili 3-ayning 7-kuni Sharq Turkistonning Aqsu shahridagi dindor oilada dunyoga kelgan. 2021-yilda Suriyada harbiy fakultetini bitirgan bo'lib, u 2011-yildan hozirga qadar harbiy mas'ul va qo'mondonlik vazifalarini o'tagan va ko'plagan janglarga bevosita qo'mondonlik qilib zo'r utuqlarni qo'lga keltirgan. Generallikqa tayinlangan Abdulaziz Davud, ya'ni Zahid deb atalgan bu qarindishimiz. General Zahid 1977-yili abiydab bo'ldi buni. 11-yilning oxirida Suriya qo'zg'olonchilarining hujumi qo'zg'alib, ya'ni noyabrning oxirida hammalar ma'lum, shu 12 kunda Bashar Asad hakimiyeti hukmron bo'ldi. Oxirgi 14 yillik ichki urushni hammamiz bilamiz. Har kuni har xil nimalarni anglab turdik. Ammo 12 kun ichida shiddatli bir shaklda hech kim tasavvur qilmagan shaklda vayron bo'lib, Bashar qochdi Moskvaga ma'lum bo'lgandek. Bu qo'zg'olonchilarningki shu Hay'atut Tahrir Sham, ya'ni Shamni ozod qilish hay'atining boshchiligidagi butun muxolif bo'lgan qo'zg'olonchilarningki hujumi qo'zg'alib, uzun o'tmayla Turkiston Islom partiyasining Asad qismlariga qarshi jang qilayotganligi haqidagi sinlar tarqalgan edi. Yana bir sinda bo'lsa, ularning tanki haydab, hilal ay yulduz belgisi tushirilgan ko'k bayroqlarni lapildatgan holda Damashqqa kirganligi ko'rsatilgan edi. Suriya ichki urushi bo'yicha mustaqil tadqiqotchi Ayman Javad Al-Tamimining muxbiriga aytishicha, buni o'tgan hafta biz xabarimizda berdik. Suriya qo'zg'olonchilarining g'alabasida Turkiston Islom partiyasiningki ko'rinarlik rol olganligini ham bildirgandi. Demak, bu shaklda rol olganligi uchun muhim vazifalarda bo'lganligi uchun Uyg'urlarimiz bu shaklda vazifaga tayinlangan bo'ldi. Suriyada Bashar Asad rejimi yiqitilgandan keyin yangi hokimiyat sifatida Uyg'ur qo'mondonining yuqori darajadagi harbiy vazifaga qo'yilishi xalqaroning kuchlik diqqatini qo'zg'adi. Albatta, eng oldida dushmanimiz Xitoy rejimi bunga o'ltiramay qoldi, ma'lum bo'lgandek. Qattiq bearam bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda inkos qaytirdi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mavning 31-dekabr Reuters agentligi muxbirining bu vaqtdagi so'ragan savoliga javob berib, yana shu ilgirki burunqi bildirlashlarni tilga oldi. Sharq Turkiston Islom harakati Xitoy tomonidan qonun bo'yicha bekitilgan va BDT xavfsizlik kengashining tizimligiga kirgizilgan terrorlik tashkiloti, xalqaro jamiyat Sharq Turkiston Islom harakatining zo'ravonlik harakati uni buni degandek burunqi har doimgi safsatasi. Bu safsatini setib, buningga to'lib yetishi va qat'iy zarb berish kerak degan shaklda kona safsatini satgan bo'ldi Xitoy. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy Xotan viloyatida yangidan 2 nahiya ta'sis qildi. Albatta, bu tajovuzchilar mavjud vatanimizning har qaysi bo'lim pushqoqlarini har xil shaklda butunlay nüfusimizni oziltib, u yerda qilayotgan dafsandichilik yetmayotdi Xitoyga. Yanami ilgirlagan shaklda u yerda yangidan butunlay xitoylashgan, xitoylar o'ltiraqlashgan
rayonlarni ta'sis orqali texambak u yerdagi nüfus va boshqa madaniyat hamma jihatdan bizni oz sonliq o'ringa tushirish uchun tirishchilik ko'rsatayotganligini bilamiz. Bu shuning jumlasidan bo'lgan bir harakat. Atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatniki organ torida 27 dekabr e'lon qilingan uqtirishda Xotan viloyatida ikki nahiya yangidan ta'sis qilingan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti va Davlat ishlari mahkamasi tomonidan bu ikki nahiyaning tasdiqlanganligi bildirilgan bu organ torininki xabarida. Qayd qilinishicha, Xan nahiyasi va Xkan nahiyasi deb Xitoycha nom berilib, bu ikki nahiyaga yangidan ta'sis qilingan ikki nahiya Xotan viloyatining boshqarishida bo'ldi ekan. Aloqador uqtirishda Xan nahiyalik hukumatning Xotan nahiyasidagi Yulg'un bozoriga Xkan nahiyalik hukumatning bo'lsa Gumi nahiyasidagi Shaydulloh bozoriga joylashadiganligi uqtirilgan. Demek qadrli ko'rmanlarimiz ishg'oliyatdan tatib bu tajovuzchilar har qaysi nahiya mushu butun vatanimizning har qaysi joylariniki mushu viloyat nahiya ma'muriy organlar hatto ko'chining ismidan tatib o'zgartayotganligini bilamiz. Yillardan buyon kun tartibdagi masala bu. Butunlay xitoychilashtirib bu yerdagi ismlarni yoki nurg'un yerlarni azaytib qisqartish qilmishlarini izchil davomlashtirib kelayotganligini hammamiz bilib turibmiz. Bu harakati albatta Xitoyninki yuqori deganimdek butunlay shu Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini pardozlash, yangi rayonlarni qurish orqali nüfus qurilmasini o'zgartirish, nüfusimizningki kontrollik va nazoratni kuchaytirish qatorliq maqsadlar uchun nihoyatda jiddiy shaklda ishiltilayotganligi, yangi qurilgan Uyg'urlarni o'zining burunqi o'ltiraq rayonlaridan Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan mahalla joylardanmi, masalan Qashqardagi bo'lib bo'lgan bu tajovuzchilikni hammamiz yuraklarimiz aytishgan holatda ko'rdik. Shunchalik qadimiy shahar shu mahallalardan hammasini ayirib, soxta azroq bir yer davrab o'sha atalmış yer davrashga chidamliq uy degan uylarniki xalqaro muxbirlar tamni qo'li bilan urib boqsa, xuddi ichi kavak ishim. Azroq bir ishki bal yer davrab bo'g'chi yiqilib tushirgandek shu rayonlarga butunlay Uyg'urlarimizni ko'chirib, o'zimizning madaniyatini yo'q qilishga qandaq vahshiylik bilan ish qilganligini hammamiz ko'rdik ana. Demak, mush shaklda tajovuzchilikni davomlashtiryapti. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Sakarya Universitetida Sharq Turkiston temasidagi yig'inning amaldan qoldirilishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Albatta, bu hafta o'quvchilar, ya'ni shu oldingi hafta Sakarya Universitetidagi so'z va qalam uyushmasi uyushtirgan Sharq Turkiston temasidagi yig'inning universitet mas'ullari tomonidan tuyuqsiz shu yig'in ochilishga 15 minut qolganda amaldan qoldirilishi va butun o'quvchilarning g'azabini qo'zg'agan bir ish bo'ldi. Ijtimoiy uchur vositalarida ko'plab tarqatilgan bo'ldi bu. Chunki buni 20 shu ay yuqorida chiqqan masalan Abdullah O'g'iz apandim shu yig'inga so'z qiluvchi sifatida taklif qilinganda bu yig'inda bu oldin ola o'rlashtirib, uning e'loni chiqarilib hech qachon gap qilmay, ammo 15 minut qolganda maktab mudiriyati tomonidan tuyuqsizlar 25 dekabr o'tkazilgan bu yig'inning amaldan qoldirilishi o'quvchilarni qattiq g'azablantirib, darhol ularga qarshi bu qarorga qarshi namoyish o'tkazgan o'quvchilar norozilik bayonoti e'lon qilgan. Bayonotda maktab mudiriyatining yig'ilishni sababsiz amaldan qoldirishi qattiq ayıplangan o'quvchilar tomonidan. Bayonot yana o'quvchilarning universitet rahbarligining qaroridan qattiq umidsizlanganligi, o'zlarining har doim Uyg'ur qarindoshlarini qo'llaydiganligi, yendi turadiganligi, Uyg'urlarni qo'llash sababli duch kelgan besimning o'zlarini qo'rqitolmaydiganligi ham tilga ilingan bayonotda. Üniversitet o'quvchilari yana 28 dekabr universitet mudiriyatining Sharq Turkiston temasidagi yig'inni sababsiz amaldan qoldirish qilmishiga qarshi maktab qo'rosida norozilik namoyishi o'tkazgan. Namoyish qatnashgan o'quvchilar Sharq Turkistondagi Xitoy rejimiga qarshi biz deb shuar yozilgan plakatni ko'tarib, Sharq Turkistonni Uyg'urlarni qo'llash mazmunidagi shuarlarni to'g'lagan. Demak, bu shaklda bir faoliyat bo'lgan bo'ldi Sakaryada. Sharq Turkiston Ulamolar birligining 11-qatimliq shura yig'ini muvaffaqiyatli oxirlashdi.
Albatta, qurilgandan buyon Sharq Turkiston O'limalar birligi munoiti bütün muaciratdagi da'vo qilayotgan har xil faoliyatlarda bo'layotgan tashkilotlarimizga, xalqimizga yetakchilik qilish nuqtasidan intayin muhim xizmatlarni qilyotdi. Har yil o'tkazilib kelayotgan bu yig'inniki 11-ci qatimliq shura yig'ini 28-29 dekabr kunlari İstanbul'da ötküzülüp ahırlaştı bu yığın. Yığında 2024 yıllık hizmet dokulatı anlap ötülgəndə ekan, bir yıllık hizmet jarayonida saqlanğan məsələlər müzakirə qılındı və Şərq Türkistan davası və ölüm ağlarının roli, ölüm ağlarda duş kelib atqan qiyinçiliklar, muhacirat qilishqa tegishli xizmatlar qatorliq temalar müzakirə qılındı bu yığında. 29 dekabr tushdan burun muhokama va munozara orqali Sharq Turkiston davosining navbatdagi ahvolini birlik a'zolari va xalqdan topshirib olgan takliflarni qabul qilish asosida O'limalar birligining ilgirki nizomnomasiga tuzish kirgizildi. Oxirida tuzilgan nizomnomaga ovoz qo'yilib, birlik a'zolarining birida qo'llashi bilan yangi nizomnoma, tuzilgan nizomnoma ma'qullandi. Bu qatimliq yig'inda yoshlarni yetaklash maqsadida O'limalar birligiga yangidan yoshlarni yetaklash bölümü təsis qılındı. Birlikdən qarmaqdakı dəvət bölümü, fatva bölümü, təlim-tərbiyə bölümü, bayanat bölümü, iqtisad bölümü, təşkilatlar ara münasibət bölümü, tədqiqat bölümü əzaları üçün ayrım-ayrım müzakirə yığını uyuşturuldu. Bu jarayonda hər qaysı bölümlər 2025 yıllıq xizmət planı tüzüb çıxdı. Ayrım-ayrım qrup halətdə bölümlər müzakirələşib 2025 yılı bu yıl içində qıldığan xizmatlarını belgilab chiqdi. Oxirida Sharq Turkiston O'limalar birligining raisi doktor Alimjon Bug'da muzokaralarga asosan O'limalar birligining 2025 yilda ishga oshirmoqchi bo'lgan xizmatlar haqidagi qarorini e'lon qilib, yig'in nihoyatda g'albilik holatda oxirlashgan bo'ldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta millatimiz uchun xayrlik bo'lishini umid qilamiz. Bu o'limalarimizningki birlikda o'tirg'a qo'ygan qarorlarining. Xo'sh, yana bir yangi xabarimizga kelsak, Sharq Turkiston tashkilotlari rahbarlari İstanbulda jam bo'ldi. Bu albatta yuqoridagi O'limalar birligininki shu yillik yig'indan keyin o'tkazilgan O'limalar birligining ichidagi tashkilotlar ara munosabat bo'limininki sohibxonligida o'tkazilgan bir yig'in. Yuqoridagi xabarda anglab o'tdinglar. Bütün bu 2025 yılda qilgan xizmatlar u yerda birlikda ma'qullangandi. Ve bu şu O'limalar birligining yig'ini oxirlashi bilan 31 dekabr İstanbul'da şu tashkilotlar ara bo'limininki tashkillashida Türkiye ishchi va sirtida xizmat qilayotgan 40 dan ortiq tashkilotning mas'ullari va vakillari qatnashgan yig'in o'tkazilib, bu yerda bütün tashkilot mas'ullari jam bo'ldi. O'limalar birligininki shu tashkilotlar ara bölümü, təşkilatlar ara münasibət bölümünün məsulü Ustad Sirajiddin Azizi yığılışda, içilişdə söz qılıb, növbətdəki Sharq Turkistanın ki, şu hazırki ahvalimiz, bütün Xitayninki işğaliyyətdən buyan qılıbatqan bütün dəfsəndicilikləri və çət əlgə çıxıb muhacirat hayatıdan şu Sharq Turkistan davası başlanğandan buyan ən konularının biri Sirajiddin Azizi əfəndim mi? Bu yerda qanday xizmatlarning qilinganligi, nimalarni ketkizib qo'ydik, nimalarni qildik, nimalarni ro'yobga chiqardik, mavjud holatimiz qaysi vatandagi Xitoyning qilayotgan tajovuzchiliklarga nisbatan nihoyatda uch quyruq bu yerdagi fikrlar sinig'a elinmasdan butunlay yepiq holatda tashkilotlar mas'ullari orasida hamma tashkilotningki mas'ullarining ayrim fikr berishi, nurg'un taklif fikrlarni o'ttirib qo'yishi bilan nihoyatda güzel fikirler, münazirler bulup öttü bu yığında. Andikin şu texinbek düşmanımızınki hazırki muşundaq bir vəkşiləşkən haletide muhaciratdaki bunca ola təşkilatlarınki bir-biri bilan ortaq həmkarlaşqan asasda qılalaydigan nurgun xizmətlər oturuq qoyulub ötəlib bu yerdə. Nişanğa qarab, özümüzün, həmmimizin axırqı nişanı Şərq Türkistanның müstəqilliqi ekan. Undaqda nurgun o'ttirimizdagi ushaq-chushaq ixtilof bu narsalarni bir chetga qayirib qo'ygan asosda shu xizmat qilish kerakligimiz ayrim ta'kidlab o'tildi. Albatta yana bu yig'inda shu Sharq Turkiston O'limalar birligining raisi
doktor Alimcan Buğdamı bu yerda söz qilib o'tdi. Sözde yuqoridagi so'zlarni ta'kidlagandan boshqa shu Suriyadagi diktator Asad rejimining ag'darilishida Uyg'ur qarindoshlarining Suriya xalqining yerida turib cho'ng g'alabalarni qo'lga keltirganligidan, shundaqla Suriya vaqtli hukumat tarafidan Uyg'ur qo'mondonlarining Suriya mudofaa ministrligida kechiringlar yuqori darajalik vazifaga tayinlanganligidan barliq Sharq Turkiston xalqining xushal bo'lganligini bildirdi doktor Alimjon Bug'da va bu g'alabani alohida tabriklaydiganligini, Uyg'ur xalqining nurg'ulg'an xalqlarning zulmdan qutulishi uchun yordam qilganligini va bu qatimqi navbatning Sharq Turkiston xalqining Xitoy ishg'oliyatidan qutulishi uchun bo'lishini umid qilganligini ta'kidladi. Tashkilot rahbarlarining uchrashishi albatta yuqoridagiimdek nihoyatda do'stona kayfiyatda, hammasi ochiq yo'riq fikrlarni o'tirg'a qo'ygan shaklda davomlashdi, fikr almashtirib, oxirida tashkilot mas'ullari shu birlikda shundoq shakldagi uchrashishning pat-pat davomli o'tkazilib, qildigan xizmatlarning birlikda muzokara qilingan shaklda, Xitoyga qarshi qilinadigan nurg'un faoliyatlarning birlikda u yerda emas qilinishi kerakligi haqida mushada hammasi bu ishning muhimligini ta'kidlashib yig'in oxirlashgan bo'ldi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Turkiya parlamentida Xitoyning irqiy qirg'inchiligi kun tartibga keldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Turkiya parlamentida davomli holatda bo'lmasa pat-pat u partiya mayli hokimiyatdan bo'lsin, mayli o'qituvchi partiyalardan bo'lsin, shundoq so'zlar pat-pat o'tirg'a qo'yilib turdi vatanimizdagi Xitoyninki jinoyatlari o'tirg'a qo'yilib turdi. Buning jumlasidan 29-dekabr kuni Dava partiyasining parlament a'zosi Ertuğrul Qaya Efendi Turkiya parlamentida muxbirlarni kutib olish yig'ini echib bu yerda o'tkazib, Turkiya hukumatini Falastinliklar va Suriyaliklarning yanida turgandek Uyg'urlarning mu yanida turishga chaqirdi hukumatni. Ertuğrul Qaya Efendi so'zida yuragimizda bir yara bor. U bo'lsa Sharq Turkistondir. Bu yara Uyg'ur turklarining qini bilan sug'urilgan, ko'z yoshlari bilan yuyilgan, o'z vatanida asir tutilayotgan qarindoshlarimizning yarasidir, dedi. Sharq Turkistonda Xitoyning diniy e'tiqodni cheklash siyosati davomlashyapti. Xitoyning musulmon Uyg'ur turklariga yurgizayotgan zulm, assimilyatsiya va besim siyosati oxiri zo'r tragediyaga aylandi navbatda Sharq Turkistonda. Ular Uyg'ur turklarining milliy urf-odatlari va diniy e'tiqodiga hurmat qilish u yoqda tursin, ularni Xitoydek bo'lishga majburlamoqda. Bu Xitoyning irqchilik siyosatining natijasidir, dedi. Yana u shu bayonotda, muxbirlarga bergan bayonotida har qaysi davlatlarning, bo'libmi Turkiya hukumatining Xitoyning bu jinoyatini to'xtatish uchun darhol harakatga o'tish kerakligini ta'kidlab, bu yerdan dunyodagi har qaysi davlatlarga shuni demoqchimanki, Uyg'ur turklari erkinlikka erishishi kerak. Biz kommunist Xitoy hukumatidan darhol Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqiga hurmat qilishini, diniy e'tiqodi bilan yashashiga to'sqinlik qilmasligini talab qilamiz. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bu besim siyosati bir millatni emas, balki butkul insoniyatning vijdonini oyoq osti qiladi. Hamma millat o'z madaniyati va muhitidan erkin nafas oladigan bir dunyo qurg'ili bo'lmamdi degan shaklda xitob qilgan bo'ldi. U yana shunday dediki, bu savolni so'rag'animizni yuragimiz echishidir. Ya'ni dunyoda butun millat o'zining mustaqil erkin holatida yashash muhitini barpo qilib olmamdi degan vaqtimizda, bu savolni so'ragan vaqtimizda yuragimiz echishidir, ko'zimiz yosh bilan to'ladi. Uyg'urlar tortayotgan dard alam bizningmi uyqumizni qochirmoqda. Xitoy bu zulmni darhol to'xtatsin. Kishilik huquq dunyovidir, chegarasi bo'lmagan bu xalqaro xitobnomaga Xitoyning hurmat qilishini talab qilamiz. Hech qanday bir kuch Uyg'urlarning negizlik haq-huquqlarini tortib olmasligi kerak degan shaklda so'z qildi. Parlament a'zosi Ertuğrul Qaya Efendi matbuot bayonoti yig'inida Turkiya hukumatini arablarga ega chiqqandek turklarning qon qarindoshi bo'lgan Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirib, hukumat bu masalaga qarata sukut turmasligi kerak. Suriyaliklarga ishkimizni ochib, o'z qon qarindoshlarimiz bo'lgan Uyg'ur turklariga ega chiqmaslikni qat'iy qabul qilmaymiz degan shaklda so'z qildi va uningki butun so'zlari albatta shu parlamentda o'tkazgan bu muxbirlarni kutib olish axborotga qilgan so'zi Turkiya davlat televiziyasi TRT'ninki 3-kanalda naq maydondan tarqaldi va ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqalgan bir so'z bo'ldi uning bayonoti.
Demek bu haftadaki haberlerimiz bulardan ibaret kadarlı görmelerimiz. Nurgun işler buluvatıdı. 2025 yılına mana kirip kettik. İnşallah bu yılını xuddi kütülmegen şekilde, hatta Suriyeliklerimi kütmegen özününki bu derecede tez şekilde bu Beşar Esad hakimiyetinden qutuluşuğa Suriyeliklerimi işenmeye kaldı. Bütün şu axbaratik sözlerge ularning sözü qarasak, ularning xiyaliga kelmagan adamdı. Şuncha valla vahşilik. Hatta ki ahirki mezgillerde Beşar Esad'ni qaytadan bir nurgun yığınlağımı Arap devletlerini çağırıp onu qaytadan bir hakimiyetini, onun hakimiyetini müstehkemleş için qaytadan nurgun planlar tüzülüvatkan bir payette kütülmegende bu iş yüz berip ularni xuddi tushdak hazır yurtlarga har kuni minglab qaytyapti mesela Suriyeliklarmi. İnşallah bu yılning mushundaq mazlum xalqlar jumladan xalqimiz, yani Uyghur xalqining nejotlikqa erishishiga vesile bo'lgan ne güzel ishlarning yuz berishini umid qilish bilan bugungi xabarimizni mishada oxirlashtiramiz. Alloh umr bersa, aytiki kundalik xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.